Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh kanalim obunachilari. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan chuchvarali sho'rva pishiramiz. Buning uchun ishni birinchi deb bismillah deb loviyani evitishdan boshlaymiz. Tayyor bo'lgunicha loviyamiz xamirlarni yoyib kesib olamiz. Chuchvaralarni bukib qo'yamiz. Men xamirni oldindan tayyorlab qo'ygandim. Shuning uchun tezda xamirni ham yoyib oldim. Chuchvarani xamirni yupqa qilib yoyamiz. Shunda chuchvaralarimiz juda ham chiroyli bo'lib chiqadi. Mayda bo'laklarga bo'lib, to'rtburchak shaklda kesib olamiz. Chuchvaralarni bukish uchun mana lalini olib, ustida surpa yoyib, men chuchvaralarni bukib olaman. Ikki xil loviya bu. Agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, qora qosh va malaqosh loviyani evitib pishirsangiz ham sho'rvangizga rangi chiqmaydi. Lekin qora qoshni albatta qaynatish kerak, chunki shu bo'lmasa sho'rvangizni qop-qora qilib rangini yomon qilib qo'yadi. Men doim malaqosh loviya ishlatganim uchun evitib pishiraman, qovurib pishiraman. Shuning uchun sho'rvamning rangi chiroyli chiqadi. Agar qora qosh loviya olib kelsalar, albatta uni bir qaynatib olaman. Mana chuchvaralarni ham chiroyli qilib bukib oldim. Endi uni xolodilnikka, muzlatgichga qo'yib, ungacha ovqatimni solishtirib olaman. Bismillah deb go'shtni kesishdan boshlayman ovqatimni. Keyin esa piyozlarni mayda bo'laklarga bo'lab olaman. Qovurganimda tezda ezilib ketadi. Endi esa bulg'or qalampirlarni mayda kesib olaman. Shunday ezilib chiroyli bo'lib chiqadi sho'rvamiz shunda. Yaxshilab qovurib, ezilguncha qovuraman har bir mahsulotni. Shu uchun sho'rvamiz chiroyli rang beradi. Go'shtni solamiz qozonga bismillah deb. Yaxshilab qovurib olamiz, oqarguncha go'shtni. Go'shtlarimiz oqargandan keyin, shunday qovurganimizdan keyin ketidan piyoz, bulg'or qalampirini solib olamiz. Ustidan tuz sepib, yaxshilab aralashtirib, og'zini yopib 15-20 daqiqa to piyoz va bulg'or qalampiri ezilguncha qovurib olamiz. Ungacha bir dona sabzini no'xatdek maydalab kesib olamiz. Men pomidorni sous qilib qo'yganim uchun pomidorni kesmadim. Tayyor sousni solaman. Ovqatimga juda ham yaxshi ta'm beradi. Ishtaha ochuvchi bo'ladi ovqatim shunda. Mana qovurib oldim. Piyozlarimiz yaxshilab ezilgan. Bulg'or qalampirini, sabzini solaman. Bir aralashtirib, ketidan pomidorni solib olaman. Kartoshka, loviyani ham solib yaxshilab qovurib olaman. Og'zini yana 15-20 daqiqaga yopib qo'yaman. Mana barcha mahsulotlarimiz yaxshilab qovurilib chiqdi. Endi suv solaman ustidan. Past olovda qaynataman. Orada mehmon kelgani uchun tayyor chuchvaralar borligi uchun darrov chuchvaralarni solib qaynatib oldik. Mehmonjoylarga chuchvara solib berdik. Yaxshi ham xolodilnikda qo'ygan ekanman tayyorlab. Mehmonjoylarga chuchvara solib berdim. Yonida suzmalar, yana qattiqlari bilan birgalikda mana sho'rvamiz ham qaynab chiqdi. Endi unga tayyor pilmen, ya'ni chuchvaralarni solib qaynatib olamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Qaynab chiqquncha mana chuchvaralarimiz ham pishib tayyor bo'ldi. Endi uni kosalarga suzib olamiz. Albatta shu ovqatni siz ham tayyorlab ko'ring. Sizga ham yoqadi degan umiddaman. Agar yoqqan bo'lsa, albatta fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Men xursand bo'laman. Barchangizga yoqimli ishtaha. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin.